Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, studiyamizga taklif etilgan ekspertlar, mehmonlar, xush kelibsizlar. Ko'rsatuvimizning bugungi mavzusi har birimizning hayotimiz bilan, sog'ligimiz bilan bevosita bog'liq. Ko'rsatuv mavzusiga o'tishdan oldin e'tiborimizni monitorga qaratsak, sababi kecha bugun ijtimoiy tarmoqlarda bu video aylanyapti. Kimdir ko'rgandir, kimdir hali ko'rishga ulgurmagandir. Bu ko'pchiligimizni hushyor torttirish kerak-da bu masala. Marhamat, monitorga qaraymiz. Bundan bir necha kun oldin bitta Telegram kanaliga a'zo qilib qo'yishdi. Trading orqali pulni bir barobar ko'paytirib berish haqida ma'lumotlar bor edi. Pulimni bir barobar ko'paytirib olish maqsadida 20 million pulimni tashlab berdim. Oradan bir soatcha o'tgandan keyin bloklab qo'yishdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazining hududiy bo'linmalari tomonidan mingdan oshiq fuqarolarni aldab, soxta treyderlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan shaxs qo'lga olindi. Yuqorida aytilayotgan shaxs Xorazm viloyatida qo'lga olingan. Eng qizig'i shundaki, uning yashash manzili ko'zdan kechirilgan paytda o'ndan ortiq planshet, 96 ta uyali aloqa vositalari, 1170 ta bank kartalari hamda 343 ta mobil aloqa operatorlarining SIM kartalari topilgan. Hozirda holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Keyingi paytlarda firibgarlikni turi ham ko'payib ketdi-da. Bugun firibgarlik o'sha onlayn shaklga kirdi, to'g'rimi? Onlayn firibgarlik turlari ko'payib boryapti. Mana treyderlik deyapmiz. Biz bilamizki, treyderlikni qonuniy faoliyati ham yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Hozirgi ko'rgan videomizda u noqonuniy faoliyat turi, to'g'rimi? Albatta. Marhamat. Noqonuniy faoliyat va fuqarolarni aldash holatlari, ya'ni bu o'zidan o'zi savol tug'iladi. Buncha telefon qurilmalari, buncha bank plastik kartalari va qurilmalar qayerdan keldi degan savollar tug'iladi. Albatta, bu firibgarlik holatida Telegram akkaunti orqali turli xildagi kanallar ochishadi va pulingizni tezda ko'paytirib beramiz deya turli xil marketing sifati juda yuqori, ya'ni o'zlarini yaxtalarda suzib yurganlarini, qimmat-qimmat gostinitsalarda, mehmonxonalarda dam olayotganlar qiziqtirish uchun albatta juda katta sarmoyani qo'lida borligi va ularni sizlarga ham ulashaman deya aldov singari odamlarni jalb qilishadi. Maqsud aka, mana shu o'rinda bir savol tug'iladiki, o'zaro suhbatlarda eshitamiz, gaplashamiz, ziyoli qatlam ham shu holatga tushganlarni bilamiz-da. Aqlli odamlar ham ba'zida chuv tushib qolyapti-da. Albatta, bunaqa holatlar ham ko'p aytib o'tganingizdek, chunki aytishim mumkinki, ular avvaliga chindan ham pul berishadi. Pul berishmaydi emas. Chumchuqqa don berganda sekinlik bilan, asta-sekinlik bilan ozgina pul qaytarishadi va kattaroq o'ljani qo'lga kiritishni kutishadi. Ya'ni sizga boshlanishiga 300 ming, 400 minglab pulingizni qaytarishadi va katta yutuqni bundan qo'lingizni olishingiz mumkin, qo'lga kiritishingiz mumkin. Abdulvasit aka, qanday fikringiz bor bunda? Endi mana qarang, hozir bo'layotgan narsalar bu jinoyatchilikning yangi turlari. Hozir mana xodimimiz bu hozirgi militsiya xodimlari kiber jinoyat bilan shug'ullanayotganlar. Bular juda ham unikal mutaxassislar, chunki buni oddiy militsiya xodimi buni chuqur ma'nosiga yetib bora olmaydi. Har bitta internet tarmog'ida biz ishlaganimizni mana Yandexni bilamiz, Google'ni bilamiz. Orqasida qora internet bor. Bu olinayotgan pullar hatto treyderda, hatto o'sha ishlayotganlarning ham puli qayerda aylanayotganini bilmaydi. Bu hozir endi oddiy muttahamchilik, ya'ni pulini yig'ib turib bermaganlik. Endi qarang, Abdulvasit aka, mana shu pulni tagida mo'may daromad yotibdi-da. Ya'ni bu aldab pul olyapti. Bu pulni oilasiga olib boradi. Bola chaqasiga yediradi, kiyintiradi. Eskilarda bitta gapi bor-da, o'sha luqma halol bo'lmadimi? Bolada o'sha yomon yo'llarga kirish moyilligi ko'proq bo'lar ekanda. Hojimurod aka, fikringiz bo'lsa? Haqiqatda to'g'ri aytildi. Iloji boricha bunga qo'shilish kerak emas, aldanish kerak emas. Chunki haqiqatda oldin qiziqtirish uchun ma'lum miqdordagi summani beradi, qiziqib ketadi. O'shaning uchun bunga juda ehtiyot bo'lish kerak, iloji boricha qo'shilish kerak emas. Men shunaqa fikrdaman. Yo, endi bitta narsani tushunish qiyin-da. Shu bitta jamiyatda yashayapmiz. Yonma-yon yashayotgan odamlarimiz qilyapti buni. Bu osmondan tushib qilmayapti buni. Endi hozirgi kunda shu kiber jinoyatlar bo'yicha mana hozir mutaxassisimiz bevosita ma'lumot berib o'tdi. Bu yerda odamlarni asosiy qiziqtirayotgan qatlam bu yoshlar.
internet bilan faol shug'ullanadigan yoshlar shu albatta ijtimoiy tarmoqlarga kirgandan keyin bu o'zi xohlamasa ham tarmoqqa kirgandan keyin avtomatik tarzda reklamalar chiqishi bor. Masalan, men o'zim ham internetdan foydalanganimda avtomatik tarzda reklamalar qo'yishni boshlashadi. Yo, bunga qarshi turadigan bilimlarni qanday shakllantirishimiz kerak? Endi to'g'ri, hammamiz ijtimoiy tarmoqdamiz. Birinchi o'rinda bunga qarshi bilimlar shakllantirish uchun biz mamlakatimizda qonuniy faoliyat yuritayotgan shu treyder nimalarni fuqarolarimiz treyder tashkilotlarini yuzaga chiqarishimiz kerak. Ya'ni ulardan ustunroq bo'lib, shu internet tarmoqlarida avtomatik tarzda noqonuniy treyderlar reklamasi ketyapti-ku. Biz qonuniy reklamalarni ham undan kuchaytirishimiz kerak. E'lon qilish uchun. Qonuniylari ham bor-a bu treyderlikni. Treyderlar o'zi qonuniy faoliyat belgilab qo'yilgan. Nimaga noqonuniyga odamlar cho'chishib qolyapti? Bunda asosan cho'chib qolayotganligi sababi fuqarolarimizda kiber gigiyenani shakllanmaganligi, ya'ni kiber savodxonligi yo'qligi. Aynan oydinlik kiriting, kiber savodxon. Aynan mana shu bu yerda yorug'lik kiritish uchun hech qanaqa tizim yoki boshqa bir platforma buzilayotgani yo'q, hech qanaqa hujum amalga oshirilayotgani yo'q. Faqatgina fuqarolarimiz o'sha aldovlarga uchgan holatda o'zlari qo'llari bilan o'sha pullarni topshirib qo'yishyapti. Yo, mana qarang, qonuniy bilan noqonuniyning o'rtasida nimadir farqi borki, odamlar shunga cho'chishib qolyapti. Bu meni shaxsiy fikrim, balkim u beradigan daromadida qonuniylarda sal pastroq. Albatta, men misol uchun qonuniy faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgan treyderlar bilan suhbat olib borsangiz agargina, u soha vakillari aytishadi sizga, bu faoliyatda faqatgina moliyaviy bilimlarga ega bo'lgan holatda ish yuritish mumkinligini va reklamalarda ko'rsatilgandek juda tezda boyib ketish imkoniyati yo'qligini aytishadi. Soxta treyderlar esa bir necha soatlarda kerak bo'lsa pullaringizni 2 barobar ko'paytirib beramiz deya ishontirishadi. Bu yoshlarga yoqadi-da. Albatta, daromad tezroq boyisam, kimga yoqmaydi deydi. Tezroq mashina minsam, tezroq bir hovli uy-joy qilsam degan albatta shuning uchun baribir insonda xavotir hissi bo'ladi va boshlanishga 200 ming, 300 ming shunga yaqin summalarni tashlab ko'rishadi va albatta uni 2 barobar qaytargan holda olishgandan so'ng katta miqdordagi pullarni o'tkazib berishadi. Marhamat, sizning fikringiz. Agar yaqin tarixni bu mamlakatimizda bu soha mana shu jinoyatchilik deymiz. Agar tarixni tahlil qiladigan bo'lsak, mana moliya piramidadan boshlaylik. Mana haqiqatan ham biz mana shu moliya piramidani aniqladik, lekin ularga nisbatan mana qonunchilikda mana shu ma'muriy javobgarlik ham belgilangan. Qolaversa huquqiy madaniyatni ham olib boryapmiz. Lekin ko'ryapmiz, mana bu voqeliklar o'zini samarasini bermayapti. Demak, qandaydir yo'lni topishimiz kerakki, bu mana shu davlat bilan mana xususiy mana shu huquqbuzarliklar mana shu olib borilayotgan mana hozirgina ko'rgan syujetimizda Xorazm misolida oladigan bo'lsak, mana shunga nisbatan hukumat demak bir qandaydir bir huquqiy mexanizmni ishlab chiqish kerakki, qaysi davlatniki bilan mana shu xususiy bo'layotgan yuqorida o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, demak uni stavkasi, ya'ni oladigan daromadini hech bo'lmasa o'shanga yaqinlashtiradigan bir mexanizmni o'ylab topish kerak. Albatta hali eskida aytadi, tekin daromad faqat pishloq faqat qopqonda bo'ladi deydi. Lekin biron bir davlatni agar amaliyotini ko'radigan bo'lsak, buncha foizni hech qachon berilmaydi. Rivojlangan davlatlarda bunday baribir foiz yo'q. Aylanib bor moliyaviy savodxonlikka kelyapti. Savodxonlik ham endi ma'lum moliyaviy piramida mana yaqinda O'zbekistonda ham mamlakatimizda ham bo'lganda aniqlagandik, lekin ma'lum savodxonlik yuqori bo'lgan. O'zingiz ham aytdingiz, insonlar bu to'zoqqa tushib qolgan. Lekin mana shu hukumat bu yerda qandaydir bir mexanizm ishlab chiqish kerakki, qaysi mana shu noqonuniy bo'lgan faoliyatiga bu chek qo'yadigan bir mexanizm bo'lishi kerak. Mana shu ko'rsatuvimizni avvalida mana shu mavzuga to'xtalishimiz ham bejizga emas-da. Chunki bu Maqsud aka holat ko'paygandan ko'payib boryapti, to'g'rimi? Tendensiya faqat yuqorilashib boryapti xolos. Endi mana imkoniyatdan foydalanib yurtdoshlarimizga o'zingizning fikrlaringizni bilsa marhamat. Albatta bunaqa holatlarga tushganlarda zudlik bilan ichki ishlar organlariga xabar berishlarini so'rab qolar edik. Chunki bilasizmi, moliyaviy piramida yoki shunga o'xshash firibgarlik holatlariga tushgan fuqarolarimiz o'zlari bilib bilmagan holatda ularning sheriklariga aylanib qolishadi. Qanday qilib? Ular o'zlari qo'llari bilan bank kartalarini topshirishadi boshqaruvni. Bu esa o'sha o'g'irlangan pullarni ularning kartalari orqali chiqib ketishiga yordamlashadi.
Afsuski bu bizning faoliyatimizga to'sqinliklarni yuzaga keltiradi. Ya'ni bir necha kartalardan sakrab ketilgan pullarni qidirish bizga og'irlik tug'diradi. Shuning oqibatida mana shu jinoiy ishlarimiz cho'zilib ketish oqibatida juda katta muammolar keltirib chiqaradi. Har qanday holatda ham fuqarolarimizga hech qachon shoshilmasliklarini, chunki firibgarlar ularga psixologik tomondan yondashishadi, bosim bosishadi va ularga tezkorlik bilan qabul qilishni so'rashadi. Katta rahmat Maqsud aka. Marhamat, fikringiz. Va o'sha navbatda hech qachon shoshilmasliklarini va o'zlari uchun har doim moliyaviy savodxonliklarini oshirib borishlarini so'rab qolardik. Mana shu mavzu bo'yicha Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmatiga chiqib, buni o'sha odamlarimiz uchun bir ma'lumot bersak, ekspertlarning fikrlarini olsak degan maqsadda mutaxassis so'ragandik. Ko'rsatuvda ishtirok etishingiz uchun katta rahmat.